Hozir sizlar bilan Cobalt mashinasini texnik qismlari haqida gaplashamiz. Qaysi qismiga qanaqa suyuqlik ketadi, birgalikda ko'rib chiqamiz. Qayerdan quyiladi, qayerdan to'kiladi, hammasini ko'rsataman. Birinchi bo'lib mashinaning yuragi, ya'ni motor haqida gaplashamiz. 1,5 litrli atmosferniy motor, bunga 3,5 litr moy ketadi. 530 moy quyiladi, lekin hozir ishlab chiqarilayotgan Cobalt mashinalariga 0,20 moyini zavod tavsiya qilyapti. Motor moyi aynan shu yerda, ya'ni paddonda saqlanadi. 15 mmli slivnoy bolt yechgandan keyin eski moyni to'kib yuboramiz. Xuddi shu joyi sal teparoqda moy filtrimiz joylashgan bo'ladi. Har moy almashtirganda moy filtrini almashtirib tashlash kerak bo'ladi. Moy filtri vazifasi moyni har doim tozalab berib turadi. O'zi Cobalt mashinasida ikki xil korobka turi bo'ladi. Bittasi mexanika, ikkinchisi avtomat. Bizning sharoitimizda bu mexanika. Agar avtomat korobka bo'lganida 7 litr moy, ATF Dextron 6 moyi quyilishi kerak bo'ladi. Har 30-35 ming kilometrda almashtirib yangilab turasiz. Agar bizda mexanika bo'lsa 2,5 litr moy ketadi. Mashinani yangi yoki eskiligiga qarab quyuq yoki suyuqroq moy quyiladi. Carlen moy quyish markaziga kelgan har bir mashinani moyini to'kmasdan oldin shupiga e'tibor beramiz. Chunki shup moy holati haqida gapiradi. Ya'ni u urovingda turibdimi yoki kamayib ketmaganmi, uni sifati qorayganmi, qoraymaganmi, kuyganmi, kuymaganmi, hammasini shu orqali bilib olsangiz bo'ladi. Keyingi qismi bu havo filtr. Havo filtr aynan bu yerda turadi. Har moy almashtirganingizda havo filtri almashtirishingizni tavsiya qilaman. Bu nimaga kerak deydigan bo'lsangiz, motori burni hisoblanadi. Motorga toza havo yetkazib berish uchun ishlatiladi. Antifriz. Antifriz agar yaxshisi quyilgan bo'lsa, har 2 yilda almashtirishingizni tavsiya qilaman. Chunki 2 yil davomida agar sifatli antifriz quyilgan bo'lsa, o'zini xususiyatini ushlab tura oladi va ko'pchilik savol beradi. Qizil quyganim yaxshimi yoki ko'k quyganim yaxshimi? O'zi to'g'ri javob, umuman rangini ahamiyati yo'q. Eng keraklisi Cobaltga G12 antifrizini quyganingiz ma'qul bo'ladi. Antifrizni vazifasi motor sistemasini sovutib beradi. Uchechka bo'ladigan bo'lsa yoki ispareniya bo'ladigan bo'lsa, o'zini normasiga qarab dalivga qilib turish kerak bo'ladi. Eng asosiysi dalivga qo'yayotganda ahamiyat berish kerak. Qanaqa antifriz quyilgan bo'lsa, xuddi o'shanaqasidan topib dalivga qilsangiz xususiyatini xudo xolisi yo'qotmaydi. Tormoznoy jidkost. Tormoznoy jidkost bu tormoz sistemasidagi suyuqlik hisoblanadi. Agar kolodkangiz vaqtida yetib kelgan bo'lsa, o'zi avtomatik darajada kamayib ketadi. Yangi kolodka qo'yganingizdan keyin ham o'zini normasiga chiqmagan bo'lsa, Dottor rusumli jidkostni bemalol dalivga qilsangiz bo'ladi. Keyingi suyuqligimiz bu gidrousilitilniy jidkost. Ya'ni moychilantiriladigan gidravlika moy hisoblanadi. Bu qachon almashtiriladi deydigan bo'lsangiz, buni aytarli qanaqadir vaqtda yoki probyektda almashtirish kerak degan joyi yo'q. Rulingiz qotib qolganda yoki burishga qiynalayotganingizda qanaqadir dovush chiqaradigan bo'lsa, bitta tekshirtirib olib, yangi moy quysangiz bo'ladi. Bunda ham qanaqadir uchechka bo'ladigan bo'lsa, dalivga qilasiz. ATF 2 degan moy bunga to'g'ri tushadi. Keyingisi bu svichalar. Svichalar aynan shu krishkalarning tiyida turadi. Aynan 4 ta ketadi bunga. Ularning vazifasi nima deydigan bo'lsangiz, injektordan kelgan benzinni iskra orqali mashinani zavod qilishga undaydi. Ko'rib turganinglar bu salon filtr. Salon filtr salonning ichki qismida, ya'ni bardachoni ichkarisida joylashgan bo'ladi. Buni vazifasi konditsioner yoki pechkani yoqqaningizda tashqaridagi havoni tozalab, ya'ni axlatini o'zida olib qolib, salon ichiga toza havo yetkazib beradi. Topливный filtr Pampers Cobaltda bakning ichida turgan bo'ladi. Uni polniy almashtirish uchun bak yechilishi kerak bo'ladi. Uni ham 15-20 kilometrda almashtirib olsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisi bu kolodkalar. Kolodkalar ballonning ichki qismida joylashgan bo'ladi. Uni almashtirish uchun ballonni olib turiladi va oporniy diskalardan ajratib, keyin yangi qo'yamiz va undan tashqari ballonni joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ballon ham xuddi shunaqa. Ballonga keladigan bo'lsa, ballonlar Carlen moy quyish markazida ham mavjud. O'zi chiqishi zavodskiy 15 razmer bo'ladi va 17 gacha bemalol taqishingiz mumkin bo'ladi. Carlen'da shu etilgan hamma servislarning barchasi mavjud.